Xitoyda talabaning bir marta ovqatlanishi necha pulga tushishi mumkin? Qani ketdik. Hozir esa tushlik vaqti bo'ldi va biz universitetni halol ovqatxonasiga kiramiz. Ketdik. Burada har xil turdagi ovqatlar bor. Masalan, har xil qo'ril deyish mumkin bo'lgan shashliklar va Xitoy tofular. Yana bir misol, shvedskiy stol xohlaganingizcha qo'rilgan go'shtlar, tovuq oyoqchalar va albatta guruch bilan lag'mon yeysiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Oh, mashalloh. Endi biz o'zimiz yoqqan ovqatni bemalol o'ramiz. Qani bismillah. Go'shtdan soling, go'shtdan. 我们要米饭啊，对，就是鸡肉吧，对，西红柿的汤，ana. 然后看一下 mana ko'rib turganingizdek kartoshka, sabzavotlar, guruch va go'sht. 15 yuan bo'ldi. Tak, buni to'laymiz. Taxminan $2 bo'ldi. $2 bemalol o'zingiz yoqtirgan ovqatingizni tanlab yeyish bo'ladi. Ya'ni bir martalik ovqat puli bor yo'q $2-3 atrofida.